Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bemorimiz Ozod opam oldimizga 2 oy oldin kelgan edingiz. Ha, 2 oy oldin keldim. Xalq artisti. O'zbek yoki nima edi? Endi O'zbekistonda mana shu xizmat ko'rsatgan endi xizmat ko'rsatgan emasdim. O'shanga yaqinroq san'atkorman. Endi ko'pchilik mana muxlislarimiz bu yerda men o'zim xohladim mana shu narsani shu yerda mana shu dek bir yurak sohasi bo'yicha yaxshi doktor singlimiz, qizimiz borligi ekanligidan baxabar bo'lib, men o'zim YouTube'da ko'rib qolganman sizni. YouTube'dan ko'rib keldik. Ha, keldimda meni yuragimda o'sha aritmiya deyilgan, yuragingiz o'sha mayda qon tomirlarda deyilgan qonlar yaxshi aylanmaydi, shuni evaziga shunaqa lekin dorilar ichaverardim. Bir necha xil dorilarni ichdim, hech ketavermaydi. Keyin sizni o'sha YouTube'da o'zim o'qib ko'rib qoldim-da, ana keyin 2 oy oldin sizga keldim, o'sha davo narsalar yozib berdingiz. Kapinsalar yozib berdingiz, tabletkalar yozib berdingiz, bir xil narsalarim bu kerak emas dedingiz. Keyin yuragimni katta qon tomiringiz kengaygan ham deyishdi, keyin xavotirga tushdim. Ancha xavotirga tushdim. Hozir mana o'zim iltimos qildim, qarang, ko'rib bering dedim. Hech qanaqangi unaqangi narsalar yo'q deb xavotirli narsa yo'q dedingiz. Boshda kelganingizda qon bosimimiz ko'tarilib turardi, yurak o'ynab turardi, boshlar aylanib turishlar bo'lardi. Bo'lardi. Endi o'sha narsalarni sizda bitta narsa ko'rdimki, men o'zim hamma narsaga ishonavermayman, to'g'risi. O'sha hamma narsani ham eng birinchi yaxshi doktorga borishni xohlayman. Qarasam o'sha noldan boshlab bu qayerdan kelib chiqadi? Buni asosi nima? O'sha chuqurlashgan holda tekshirib qilib berdingiz-da. Ana o'sha narsa meni qiziqtirdi. Jangi sog'lom bo'lsin. Hozir demak o'zgarishlar bor, lekin hali oxirigacha emas va shu sababdan qayta ko'rikka, profilaktik ko'rikka endi kelibdilar. Qaranglar, azizlar, agar oldindan mana buzilib qolib, uni tuzatib yurgandan ko'ra, endi nimadir bo'layotgan bo'lsa, uni tez-tez ham davolab turganimiz yaxshi. Yoki qanaqadir o'zi davolashga muhtoj bo'lsa, davolashga muhtoj bo'lmaydigan bo'lsa, tabiiy narsalar bilan qanday qilib o'zimizni doim yaxshi saqlab turish yo'llarini qilishimiz kerak bo'ladi. Rahmat Ozod opa. Doktor, yana bitta narsa esimga tushib qoldi. Men masalan reklama uchun hamma ko'rsin. Reklama uchun hech joyda unaqangi narsaga tushmayman. Bu reklama emas. To'g'risida men vijdonan gapirishim kerak. Men o'zimda mana shunaqa yaxshi hislatlar bo'lgani uchun mana xalqimizni yaxshi kunlarda borib xizmatlar qilib, o'yinga tushib, o'ynab kulib, maza qilib yuribman. Unaqa yuragimda aritmiya bir urib, bir urmay, haligi ba'zida tez urib ketib qolardi-da. Ana o'sha narsalar yo'q bo'lgani uchun xursand bo'lib, men o'zim yana xohlab, yana keldim. Hozir agar kerak bo'lsa dedim, keling, men o'zim nima qildim-da sizga, to'g'risi, yaxshi davo topgan bo'lganim uchun mana shu yerda chiqib sizlarga shu narsani mayli men ham birgalikda siz bilan yoritdik dedim. Rahmat kattakon. Rahmat Ozod opa. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar azizlar.